Hojiboy Tojiboyev mast holda avtomobil boshqarayotganda yoki suiqasd uyushtirilib vafot etgani qanchalik haqiqat? Azizlar, bugun Hojiboy Tojiboyevning sirli o'limi haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Hojiboy Tojiboyevning so'nggi kunlari, farzandlari va ayoli haqida. Hojiboy Tojiboyev samimiy va beg'araz kulgu ustasi edi. U ijtimoiy hayotdagi kamchiliklarni hazil-mutoyibaga burib aytardiki, uning qochirmalari kamchiliklarimizni oydek ko'rsatardi. Afsuski, hayot qonunlari oldida bizning xohishlarimiz ojiz. Kerakli insonni yo'qotayotganda ko'z yosh to'kib xayrlashishdan o'zga ilojimiz yo'q. Marhum ijodkor Hojiboy Tojiboyev olamni erta tark etdi. U ham mehnatlarining samarasini ko'rishga, qizlarini uzatib bobo bo'lishga haqqi bor edi. Hojiboy Tojiboyev haqida maqola tayyorlash maqsadida uning oilasi bilan bog'landik. Bir qancha qo'ng'iroqlardan so'ng marhumning farzandlari Intizor Tojiboyeva bizning mo'jazgina xonadonga taklif etdi. Hojiboy Tojiboyev 1955-yili Tojikistonning Xo'jand viloyatidagi Yangi qishloq qishlog'ida dunyoga kelgan. Otasi Shomurod va onasi Shahriniso to'ng'ich farzandlariga Hojimurod deb ism qo'yishgan. Hojimurod Tojiboyev 1973-yili Toshkent teatr va rassomchilik institutining dramatik teatr va kino aktyorligi bo'limiga o'qishga kiradi. 1977-yili institutni a'lo baholar bilan tamomlab, Andijon davlat filarmoniyasiga ishga kiradi. Aktyor 1990-yili bir aktyor teatri shaklidagi tomoshalari ko'rsata boshladi. Uning repertuari asosan yumoristik va starik yo'nalishdagi monologlardan iborat edi. U kulgu 1990 ko'rik tanlovida ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritadi. Shu yildan boshlab Hojiboy taxallusi bilan konsert va tadbirlarda ishtirok eta boshlaydi. O'zbekning o'zi qiziq, o'zidan so'zi. Kulgining 97 xili, yangisidan bor kabi konsert dasturlari shular jumlasidandir. Uning mehnatlari davlatimiz tomonidan munosib baholanib, 1998-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlanadi. Shu yili Tojikiston hukumatı ham xuddi shunday unvon bilan siylaydi. Intizor otangiz boshqa qiziqchilardan farqli o'laroq yakka tarzda ijod qilardi. Konsert davomida muxlislar nigohini o'zida ushlab qolish nihoyatda qiyin. U konsertga tayyorgarlik ko'rayotganda nimalarga e'tibor berardi degan savolga uning qizi quyidagicha javob berdi. Otam juda murakkab san'at turini tanlagan edi. Haqiqatdan 2 soat mobaynida odamlarni tanaffussiz kuldirish, hech qanday sahna bezagi yo'q, qo'shiqsiz e'tiborni ushlay borish nihoyatda qiyin. Otam konsertlarning ssenariysini o'zi yozardi. Esimda, otam kostyumining ichki cho'ntagida doim yon daftarini olib yurardi. To'yda yoki konsertlarda odamlardan biror qiziqroq gap eshitsa, chetroqqa o'tib daftariga yozib qo'yadigan odati bor edi. Hamkasblaridan biri Hojiboy aka sahnadagina qiziqchi edi, hayotda jiddiy inson edi deganda. Shu to'g'rimi degan savolga uning qizi quyidagicha javob berdi. To'g'ri, juda behuda gapirmasdi. Har yerda ham latifa aytib odamlarni kuldiradigan inson emasdi. Otam rahmatli kitob o'qishni yaxshi ko'rardi. Uyimizda katta kutubxona bor. Otam uni yangi chiqqan kitoblar bilan boyitib turardi. Kechasi xizmatlardan qaytgach, xonasidagi kursisiga o'tirib kitob o'qishni yoqtirardi. Bolaligidan rasm chizishga ham qiziqqani uchun barchamizni stol atrofiga o'tkazib, istagan rasmimizni chizib berardi. Sportga qiziqqani bois bizni ham biror sport mashg'ulotiga olib borardi. Birimiz tennis, boshqamiz suzish va boks bilan shug'ullanishimizga imkoniyat yaratib bergandi. Otangizning o'limi mish-mishlar bilan qorishib ketdi. Hayotlik chog'ida sog'lig'idan shikoyat qilganmidi degan savolga quyidagicha javob berdi. Otam rahmatli jigar xastaligi bilan roppa-rosa 6 yil kurashdi. Bormagan tabibi-yu shifokori qolmadi. Hatto xorij klinikalarida ham davolandi. Ammo muolajalar kutilgan samarani bermadi. Oyoqlari va qorni shishib, rangi ham so'ng'aylashib boraverdi.
Dekabr oyida bergan so'nggi konsertini ko'rsangiz, ozib ketganiga ham guvoh bo'lasiz. Konsertdan keyin 2 oy o'tib, to'shakka mixlanib qoldi. Uyda bemajol qon qusib yotganlari kechagidek yodimda. O'shanda 14 yoshda edim. Otamning fe'l-atvordagi o'zgarish meni hayratlantirardi. Biz bilan ovqatlanishni, suhbatlashishni istamay qolgandek tuyulardi. Onamdan ham "Shahlo, qizlar ketishdimi?" deb so'rab, so'ng unga suyanib hovliga chiqardi. Biz uyda bor paytimiz esa xonasidan chiqmasdi. Endi o'ylab qarasam, otam qiyinchiliklarini ko'rishimizni istamagan ekan. Bizning tasavvurimizda hamisha tetik va bardam inson bo'lib qolishni istagan ekan, afsus, deydi uning qizi. Hojiboy Tojiboyev mast holda avtomobil boshqarayotganda yoki unga suiqasd uyushtirilib vafot etdi kabi mish-mishlarga munosabatingiz qanday? Rosti bunday gap so'zlarni eshitsak, qalbimiz tilga pora bo'ladi. Axir otamning shifoxonadagi ahvolini ko'rgan bilganlar bor-ku. Otamning ahvoli kutilmaganda yomonlashdi. 23-iyul kuni kechki soat 9larda Toshkentdagi 16-shifoxonaga yotishiga to'g'ri keldi. Chunki ahvoli og'irlashgan edi. Uydan chiqib ketar ekan, onasi "Men qaytib kelaman, bolalarga qarab turing. Qaysi bir aytganingizni qilmasa, kelganimdan so'ng o'zim gaplashib qo'yaman" deb chiqib ketgan edi. Endi qaytmasligini nafaqat biz, hatto o'zi ham bilmagan. Ertasi kuni tushdan so'ng shum xabar keldi. Otam olamdan o'tibdi, deydi uning qizi. Azizlar, sizga yetkazmoqchi bo'lganimiz mana shundan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.